Assalomu alaykum. Ona, ayollar va yurak go'zalligi davri kanalimizga xush kelibsiz. Olinsaxon onamizni xotirlab tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, akalar, ukalar, do'stlar, yori birodarlar. Bugun biz onamiz Xonimsaxon hoji oyani eslab, ularning ruh poklariga, ularning xotiralariga kichkinagina film yaratdik. Endi men qisqa qilib onamizni tarjima hollari to'g'risida gapirib bersam. Xonimsaxon onamiz biz abadiymiz 1934-yil 5-oktyabrda Namangan shahrini Irvadan qishlog'ida tug'ildilar. Yoshliklari ularning gaplari bo'yicha G'irvon qishlog'ida katta bo'lib, katta opalarining qo'llarida, Bo'rizvon achan qo'llarida katta bo'ldilar. Abamizni 5 ta singillari bor edi. Hadiyaxon, Omlaxon, Hamzaxon, Bo'rizvon acha va o'zlari va bitta akalari Abdumajid aka tog'amiz. Shu oilada onamiz 16 yoshgacha Namanganda unib o'sib, 16 yoshga yetganlarida Jambildan biz dadamiz borib, o'sha yerda kichkinagina to'y qilib, dadam uylanib, Jambilga olib kelganlar. Bu uzoq 1950-yilda. Jambilga kelgandan keyin onamiz 5 yil farzand bo'lmagan. 5 yildan keyin men tug'ilganman. Ana undan keyin mendan keyin Yunusxon, Rahmonxon, Akramxon, Lolaxon, Hamidxon, Saidaxon degan farzandlarni ko'rdilar. Xudoga ming qadar shukr. Lolaxondan tashqari hamma aka-ukalar bugun sog' salomat. Uyli joylik, farzandlik, bola chaqalik, nevaralik, o'g'alik jo'valik bo'lib yashashyapti. Bitta singlimiz Muhabbatxon Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-York shahrida yashaydi. Endi onamiz juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rdilar. Jambilda 63-yilgacha yashab, 63-yilda Namanganga ko'chib ketdik biz. Namanganga qiyin yillar bo'ldi. Namanganda 66-yilgacha 3 yil yashadik. 63-yilda 66-yilga yashab, 66-yilda keyin Jambilga yana qaytib ko'chib keldik. Va 66-yildan boshlab muttasil hozirgi mana yashayotgan uylari, chiqargan onamizning uylari Sovetskiy ko'chasidagi 25-uyda istiqomat qildilar. Biz ham o'sha yerda 8 ta bolani katta qildilar. 1992-yilda dadamiz o'tdilar. Dadamdan keyin onam 33 yil yashadilar. Mana shu davr ichida 94-yilda abamiz haj ziyoratiga borib keldilar. Haj ziyoratiga tog'alarimizni ayollari Zubayra kenayim, Abduvahid aka, Hakimboy hoji ular hammasi o'tib ketishdi. Shular bilan birgalikda haj safarida bo'ldilar. Bundan keyin 2017-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 oy qizim Lolaxonning uyida mehmon bo'lib, 1 oy Amerikada Nyu-York shahrida bo'ldik. Miami Beachda bo'lib dam oldik. 1,5 oy Amerikada sayohat qilib qaytdik. Bundan keyin Lolaxon, Sayyoraxon, kelinimiz Muhabbatxon bilan birgalikda Dubayda 10 kun, 12 kun bo'lib qaytishdi safarda. Undan tashqari yoshliklarida dadam opaxonimizni Leningrad, Moskva, Qrim, Sochi, Petigorsk degan bir qancha kurortlarga borib aylantirib, O'zbekiston, Samarqand, Buxoro, Qarshi shaharlarida ko'rib, shularni sayohatda bo'lgan. Onaxonimiz meni fikrimcha uzoq umr ko'rdilar. 93 yosh deb ko'tarildi. Ana shu 93 yosh ichida, 93 yil ichida yaxshiliklarni ham ko'rdilar, qiyinchiliklarni ham ko'rdilar. Ana 8 ta farzandi sog' salomat
voyaga yetkazib, hammasini joylantirib, mana 2025 yil 17 may kuni 2 kun yotib bu dunyoni tark etdilar. Biz abamizni Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin, bizdan rozi bo'lsinlar. Aziz do'stlar, mana shu sizlarga taqdim qilinayotgan qisqa metrajli filmimizni biz abamizni ruh poklariga bag'ishlayapmiz. Bu filmni yaratishda Yunusxon ukamiz boshchiligida Rahmoxon, Muhabbatxon, Saidaxon, kelinimiz Muhabbatxon, Hamidxon, Akramxon hammalari, namoyamni qarindosh urug'lar, Lolaxon, Sayyoraxon, Sayyorxon qizlari, Samiyaxon, hamma qosh-qosh bo'lib o'z xizmatlarini, o'z mehnatlarini qo'shishdi. Shu filmni yaratishda jonbozlik ko'rsatgan men Sayyoraxonning qizi Samiyaxonga, Amerikadagi qizimiz Lolaxonga, katta o'zimni butun qarindosh urug'larni minnatdorchilik bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون İna Anna Xon, ina Hamza Xon, ina Bo'ysha Xon. 5 ta pocha bu. Ha. Eng kattasi Buruzvoy. Ha? Eng kattasi. Hech kim qolgan yo'q. Bitta akamni o'ddilar ular ketdi. Abdumajid. Abdumajid. O'sha Irvodondagi. Irvodonda Abdumo'min, Abdumajid, Abdumalik hammasi ketdi. Qaytish bo'lib ketdi. Men turibman deydi. Mashallah. Sabaradda yuvarishlar Namanganga. Men bordim keladi. Sog'inarsiz. Ana O'zbekistonda odamlar o'z orqasida yig'ladi.
Başıma kelgan narsa ko'rma. Hozir endi Xudoga shukrda o'tiraman. Ha. Hamdalar, o'g'il qizlarim, yori do'stlar. 2 yoshga baxt tilayman. Timurjon bilan Lolaxon oybaxtlik, oltin taxtlik bo'lsin. Kelgan yeri o't bo'lsin, bola qozon yo'q bo'lsin. Rizqlik, nasibalik, sharmi hayolik kelin bo'lsin. Lolaxon, bugundan boshlab 2 otalik, 2 onalik bo'ldim bolam. 2 ota, 2 ona qo'shgani bilan qo'sha qarisin. 2 yosh baxtli bo'lg'una bolam. Sen shahani hurmat qilsang, hurmat ko'rasan bolam. 2 ota, 2 onani 2 qo'lga olib, doim hurmatga sazovor bo'l. Xushkelibsizlar mehmonlar. Olmadadan, Andijondan, Namangandan, hamma yoqdan kelgan quda andalar, aka ukalar, qaynilarim, o'g'il qizlarim, xush kelibsizlar. Hammani mana shuni singari to'y qilinglar. Menga o'xsham nevara kelinlar olinayman. Borgan yering o't bo'lsin, bola qazo yo'q bo'lsin. Xudoyo rizqlik, nasibalik, ota onangga o'xshagan chiroyli kishini qildi bola. Tenjonlaringlar sog' bo'lsin, hamma quda andalar kelganlaringlarga rahmat. To'y qiluvni g'am ko'rmadi. Ko'rganlaringlar to'y bo'lsin, yeganinglar qo'y bo'lsin. Xush kelibsizlar.